Bu dengiz arisi. Dengiz arisi o'zi nima? Dengiz arisi bu meduzalarning o'ta zaharli turi bo'lib, uning tanasi kub shaklida bo'lgani uchun kubomeduza deb ham ataladi. Ular asosan tropik va iliq dengizlarda yashovchi, kub shaklidagi gumbazga va uzun, o'ta zaharli paypaslagichlarga ega bo'lgan xavfli meduza turidir. Ular faol suzuvchi va yirtqich bo'lib, 24 tagacha ko'zga ega. Ularning zahari odam uchun 4-5 daqiqada o'limga olib kelishi mumkin. Inson bir necha daqiqa ichida shok holatiga tushishi va yuragi to'xtashi hech gap emas. Bu esa ularni dunyodagi eng zaharli mavjudotlardan biriga aylantiradi. Ularning odatda o'ta kuchli zahar ishlab chiqaradi va tropik suvlarda yashab, baliqlar bilan oziqlanadi. Dunyodagi eng zaharli jonzot desak ham adashmagan bo'lamiz. Uning paypaslagichlarida millionlab zaharli hujayralar bor. Ushbu meduzalar asosan Avstraliya, Okeaniya va Hind Tinch okeani mintaqasining iliq qirg'oq suvlarida uchraydi. Bu meduzalar boshqa meduzalardan farqli o'laroq, ularda yaxshi rivojlangan ko'zlar va asab tizimi bor. Bu esa ularga faol ov qilish imkonini beradi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, kubo meduzalardan yiliga bir necha bor odamlar ularning zahridan vafot etishadi. Ba'zi hollarda ular akulalardan ham ko'proq o'limga sababchi bo'lishadi. Meduzalarning eng xavfli turi dengiz aris bo'lib, uning gumbazi basketbol to'pi kattaligida bo'lishi mumkin. Xullas, meduzani ko'rdingmi? Qoch do'stim.